102 ga bo'lsak 25,5, unga 1 santimetr tikishga qo'shsak bo'ldi. 26,5. Mana bunday qilib qo'yganimizda 26,5 shu yerga to'g'ri kelyapti. Endi mana bu burchakdan ochiq tarafdan o'lchanayotganda 33,5. 33,5 ga to'g'ri kelyapti, ko'ryapsizlarmi? 33,5. Endi bu 33,5 qayerdan keldik desak, boyagi bel aylanamiz mana bunday o'lchaganimiz shu yerga to'g'ri kelgani, keyin bu yerdan bu yergacha bo'lgan uzunlik mana shu yerga kelib chiqdi. Endi bo'yi 120. Hozir mana bu yergacha shu 33,5 bo'ldimi? Yo'q, Boya 26,5. Ha, to'g'ri, 26,5 ha edi. 4 ga bo'ldikda Shunga bo'lganimiz shu yerga mana qiya qilganda shu yerga to'gri keldi. 33,5 shundan kelib chiqdi mana. Bo'ldi. Endi 120 ni 43 ta ayiramiz 120 dan. 40 ta ayir. 79 qilaylik. 79 ga kelganda belgilaydi. Yo'q, uncha uzoq bo'lib ketmaydi. Endi buni birlashtiramiz. Bizga bu yoq kerak emas. Chizib olamiz. Shunaqa fason. Mana. Ko'ringlar, pishqir desamda. Nechini ayiramiz dedi shu yerga? 65 ta oldik. Buyog'i o'zi lishni bo'lib ketdi. Agar hammasini olsak, rosa kulash bo'lib ketadi. Yengga quchoq oddiy yeng bo'ladimi? Tak rezinka chalib mana bu yerdan. Uzunroq. Ana shuni shifon. Mana bu yerdan o'rtasini belgilab qo'ydik mana. Keyin boya tepani o'sha yerga to'g'ri kelish kerak. Orqani belgilab qo'yish kerak-da, keyin esda qoladimi? Mana bu kromka tarafi bor-ku, o'zi bilinadi. Chunki mana bunda kromkalarda joy yo'q. Hozirda ozgina qoladi, qara. Tagiga. Yonda. Ana shuni ajratsang bo'ladi. Uch qo'shdi 28 mana. Belgacha uzunlik 43. 1 santimetr qo'shib 44 qilib oldik. Endi oldi o'yinisi 8. Ochiqligi 17. Oldi to'rtburchak. To'rtburchagimiz mana bu yerga katta bo'lib ketmaslik uchun 1 santimetr kichikni olamiz. Masalan, mana bu o'yindini 8 olsak, mana bu pastini 7 olamiz. 1 santimetr farq qiladi. Endi ko'krakgacha uzunligi 28. 28 ni belgilaymiz. Ko'krak oralig'ini 10 santimetr qilib olamiz. Yozib qo'yishim. Yelkadan 13 santimetr tushib, yelkamiz 13, 1,5 tushib chizib olib, yetishgan joyini belgiladik mana 13 qilib, buni birlashtiramiz mana.
19 santimetr tushib qo'ltiqda chizib olamiz. Ikki yoni osilmasligi uchun mana bu yerda 2 santimetr olib tashlaymiz. Qayerdan 2 santimetr olib tashlaylik tagidan. Beldan tepaga. Ukun uzun ko'ylakka o'xshab. mana Tepasini chekasi. kesib oldik-ku shunday qilib. Chunki etakdan ololmaymiz-da, shuning uchun bu yoqdan olamiz. Mana ana metr tashab ketgan ekanman-da. Rosa izladim, boya Aminalarga izladim. Metr olib keldim, opangni o'chayin dedim. Nima bor ekan? Olib ketdimi? Demak, narsa olib ketdi. Olganimni bilmayman, shu kecha sumkani ishlatganimiz yo'q hech narsa. Yetib ketgan toza dedim. Polni ajratamizmi? Chiqqani. Mana shunday qurasini bilsangiz bo'la. Mana shunday tikasan. Bizga bunga 1 santimetr qo'shdik-ku. Bundan 2 santimetr olib tashlaymiz. Orqadan Ko'krak tarafdan orqa uzun, oldi kalta bo'lib qoladi. Har doim shu uchun mana bu belgacha bo'lgan narsadan boyagini bir xil oldik etakda. Kalta qilmadik. Endi buni 2 santimetr olib tashlaymiz. 43 dan 2 santimetrga olib tashlab bichamiz. 41 qilib. Shunda ko'ylagimiz etagi bir xil turadi. 41. Uni 44 oldik. Shuni ham eslangdan chiqarmayman. Buni qo'shmaymiz, boya birdilardi. Birda ham qo'shmadik, undan 2 santimetr ham olib tashladik. Oldi to'rtburchak bo'lgani uchun orqani ham to'rtburchak qilib olamiz. Ko'ylak chiroyli bo'ladi. Bunga necha olasiz? 5 ham oldingmi hozir? 6. To'rtburchakda ochiqrog'i chiroyli-da. 13 santimetr yelka, yelkaga 1 santimetr tushsak bo'ldi. Ko'ylak orqaga ketib qolmaydi. 19 santimetr tushdik, 28 ko'krak aylanib. Orqaga esa faqat mana bu yerda 12 olardik-ku. Bu yerda tikish bo'lmagani uchun 11 santimetr olamiz. Orqaga tikish tushmayotgani uchun 11 santimetr qilib olamiz enini, yetichkani eni. Keyin beldan tepaga 16, pastga 14 edi. Endi faqat bizga beldan tepa bo'lgani uchun 16 santimetr chiqamiz bo'ldi. Chunki beldan pastimiz kassoy. Yetichkamiz mana shunday kelib chiqadi. Bu kesilmaydi. Ko'chiramiz bu yoqqa.